بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله عز وجل قرآن الكريم مرحمة قلده استعيذ بالله أتى أمر الله فلا تستعجلوه Allohning farmoni kelib qoldi, bas sizlar uni shoshtirmay qo'ya qolinglar. Hodisalarni shoshiltirma, ulardan o'zib ketishga urinma. Axir sen onasini bachadonidagi homilani yetilmasdan avval tug'ilishini xohlaysanmi? Hali non pishib ulgurmasdan turib, uni tandirdan uzib olishni istaysanmi? Ertangi kun yo'q. Hali u yaratilgani yo'q. Uni rangi ham yo'q, shakli ham yo'q, ta'mi ham yo'q, vujudi ham yo'q. Yo'q u. Endi nima uchun uni bugun g'amini qilib, tashvishini qilib, bugungi kunimizni band qilishimiz kerak? Hali uni yaratilmagan musibatlari, gumon qilinayotgan hodisalarni boshimizga kiyib olib, nima uchun bugungi kunimizda g'amga kirishimiz kerak? Ular hali bormi, yo'qmi? Alloh u musibatlarni, biz gumon qilayotgan musibatlarni yaratadimi, yo'qmi? Buni hech kim bilmaydi. Ehtimol odamlar ertaga bo'ladi deb qo'rqayotgan, vahima qilayotgan narsalar ular o'ylagandan ko'ra yengilroq bo'lar yoki undan ko'ra yaxshiroq bo'lar. Muhimi u ertangi kun, g'ayb olamida. U hali yo'q. Shuning uchun yo'q narsani g'amini qilib, bugungi bor kuningni fasodga uchratma, birodar. Ko'prikka yetmasdan turib, undan o'tishlikka urinma. Avval yetib boraylikchi. Ehtimol biz yetib borguncha ko'prik sinib yo'qib ketar. Ehtimol o'ylaganimizdan ko'ra yengilroq o'tib ketarmiz. Axir o'smagan terakka laylak in qurmaydi-yu, birodarlar. Shuning uchun kelajak haqida fikr yuritish uchun aqlga erk berish, g'ayb kitobini ochishga kirishib ketib, keyin kelishi kutilayotgan musibatlarni o'ylab vahimaga kirib qolish shar'an qoralangan ish. Ertangi kun hali yo'q. Kelajakdan qo'rqma. Sen o'ylagan vahima bormi, yo'qmi? Sen bo'lasanmi u kuni, yo'qmi, uni Xudo biladi. Shuning uchun birodarlar, bunday yo'l tutishlik aqlga to'g'ri kelmaydi. Aqlli odamning ishi emas. Odatda suvni ko'rgandan keyin odam o'tigini yechadi oyog'ini yuvish uchun. Suvni ko'rmasdan turib o'ti yechilmaydi. Albatta bu o'rinda birodarlar, ilmga asoslangan, hujjat dalili bor, aniq hisob kitoblari bo'lgan, hisob kitoblari aniq bo'lgan, ilmiy xulosalar bilan aytilgan narsalarga tayyorgarlik ko'rish bu boshqa masala. Masalan, ob-havoni sovuq kelishiga aytilyapti. Bu ilmiy asoslangan, ilmiy dalillari bor gap. Mana siklon kelyapti, bunday bo'ladi, bir yil sovuq bo'ladi. Ko'mirda ertaroq harakatini qilinglar. Uylarda isishlikda paydo bo'linglar deb turib, hujjat dalillangan, ilmga asoslangan, isbot dalili bor. Xabar bo'lsa, bu kelajak haqida bir o'ylanib, uni tadbirini, chorasini ko'rishlik boshqa masala. Ammo odatda odamlar asossiz o'y-gumonlarga tayanib, vahimalarga beriladi-da, o'zlarini xorlikka ro'baro qilishadi. Bu dunyoda yashayotgan juda ko'p odamlar kelajakdan qo'rqadi. Och qolib ketishidan, kasalga uchrashidan, faqirlikdan, musibatlarga kelishidan qo'rquv bilan yashaydi. Binobarin bugungi kunni boy beradi. O'zi Tavrotda yozilgan ekan, kitoblarda keltiriladi. Tavrotda shunday deyilgan: "Aktsaru ma yuxof la yakun." Odatda odamlar qo'rqayotgan, sodir bo'lishidan qo'rqayotgan, vahima qilayotgan ko'p narsalar bo'lmaydi. Odatda odamlar vahima qilayotgan narsalarning ko'pi bo'lmaydi. Shu karantin arafasida birodarlar qaranglar-da, odam kulgin keladi-da, qilayotgan ishimizni ko'rib turib. Unlar ajiotaj bo'lib ketdi. Keyin nima bo'ldi? Joyiga tushdi. Vahima qilamiz ekanda,
Allohga bo'lgan iymonimizning zaifligidan, qazoy qadarga bo'lgan iymonning zaifligidan inson ertaga nima bo'ladi degan vahima bilan, qo'rquv bilan yashar ekan. Ertaga nima bo'ladi? Aniq bilasizlar nima bo'lishini. Nima bo'ladi ertaga? Alloh aytgani bo'ladi. Bilasizlarmi shuni? Deb qo'yasiz, hech qanday chorangiz qolmaganda, lekin bu gapingiz o'ziga taskin bermaydi. Demak, iymon zaif, qazoy qadarga bo'lgan iymon sus. Ana shu odamlarning ko'pchiligi ana shu qo'rquv bilan yashaydi-da, naq bugungi kunni fasodga uchratadi. Bunday o'y tashvishlar shaytoniy madrasaning bergan ta'limi. Qaytaraman, bu o'y tashvishlar shaytoniy madrasaning bergan ta'limi. Natijasi Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Astagfiru billah. Ash-shaytonu ya'idukumul faqr va ya'murukum bil fahsha vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla. Shayton sizlarni kambag'al bo'lib qolishingizdan qo'rqitadi va fahsh ishlarga buyuradi. Infoq ihson qilishdan kim to'sadi? Shayton to'sadi. O'zingchi deydi. Ehtiyot qilib olib qo'y, o'zingga kerak bo'ladi. Tomga olib chiqib qo'y. Kulasizlar-a? Tomga chiqingda juda ko'p narsa bor, kerak emas. Kimdir muhtoj shunga. Yangi qurilgan oilalar bor, gazi yo'q, hali sizda turibdi, duxovkasi yo'q, pechkasi yo'q, turibdi. Podvalga tushingda juda ko'p kerak emas narsa turibdi. Kerak bo'lib qoladi. Kerak bo'lib qoladi. To'g'ri aytyapmanmi? Esingizdan ham chiqib ketgan o'sha narsa, chiqib qarangda tomda mana bu ertaga borib turib. Shayton kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, sizlarni fahshga va munkarga, gunohga buyuradi. Endi Alloh nimani va'da qiladi? Vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla. Alloh sizlarga o'z tarafidan mag'firat va fazlu karam, boylik va'da qiladi. Kelajakdan xavotirga soladigan narsa shaytonning vasvasasi. Ammo Alloh azza va jalla o'zi tomonidan fazlni va'da qilyapti, mag'firatni va boyligini va'da qilyapti. Alloh taolo aytayapti, birni bersang 10 ni olasan. Birni bersang 700 qilib yozaman savob deyapti. Lekin iblischi bu narsani qilmaslikka chaqiradi. Bunday odamlarni ko'p yig'lab yashaydi. Nima uchun yig'lab yashaydi? Chunki ertaga och qolishi mumkin, kasal bo'lib qolishi mumkin, 100 yildan keyin olam unday bo'lishi mumkin, bunday bo'lishi mumkin. Mo'min odamni bu masaladagi e'tiqodi qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va alam annama axtoka lam yakun liyusibaka." Bilginki, nima seni chetlab o'tgan bo'lsa, seni qo'lingga kelmagan bo'lsa, o'tib ketgan bo'lsa, bilginki taqdirda shu narsani seni qo'lingga kelishi yo'q edi. Kelmadimi? Demak, peshanangda yo'q edi ekan. Va ma asobaka lam yakun liyuxtiyaka. Endi seni ustingga nima kelgan bo'lsa, taqdirda shuni kelishi yozilgan edi. Yozilgan edi, dod desang ham, faryod desang ham keldi. Mana mo'minning e'tiqodi shunday. Alloh yozgan bo'lsa odamlar qo'rqib vahima qilayotgan narsani ustimizga kelishini, biz har qanday hiyla chora qilmaylik, baribir keladi. Endi agar yozmagan bo'lsa, kelmaydi. Shuning uchun musulmon odam ertaga unday bo'lar ekan, indinga bunday bo'lar ekan degan vahimalarga e'tibor qilmaydi. Birodalar, taqdir. Osmonlar va yer yaralmay turib, bandalarning taqdirlari 50 ming yil avval yozib qo'yilgan. Taqdir qalami yozib bitganidan keyin 50 ming yil o'tib osmon bilan yer yaralgan. Tushunyapsizlarmi? Hali osmon yo'q edi, hali yer yo'q edi, hamma narsa bitilgan. Unda yozilgandan oshig'i ham bo'lmaydi, kami ham bo'lmaydi. Taqdir birodarlar, vasf bilan yozilgan, hukm bilan yozilgan. Vasf bilan yozilgan degani inson ana shu taqdirdagi vasf bilan yozilgan narsaga ta'siri bor. Hukm bilan yozildi degan qismiga ta'siri yo'q. Katabahu bil vasf la bil hukm deydi Imom Azam Fiqhul Akbarda. Bir insonning iymonli yoki iymonsiz bo'lishligi vasf bo'lib yozilgan. Ya'ni iymon yoki kufrni tanlash insonning ixtiyorida edi. Bu tomoniga inson ta'sir o'tkaza oladi. Uni oldida ixtiyor bor. Ammo hukm bo'lib yozilgan taqdir qanaqa taqdir? Erkak ayolligingiz, qaysi zamonda, qaysi makonda tug'ilishingiz, ko'zingiz rangi, bo'yingiz,
sochingiz qalinligi, siyrakligi bu hukm bo'lib yozilgan taqdir. Demak, taqdir hukm bo'lib yozilgani bor, vasf bo'lib yozilgani bor. Vasf bo'lib bilan yozilganiga biz qo'limizdan kelgancha sababini qilamiz, duo qilamiz, u yog'i Allohdan. Hukm bo'lib yozilganiga biz hech qanday ta'sir o'tkaza olmaymiz, birodarlar. Ma'qulmi? Hayoti o'zini qo'lida bo'lmagan odam, hayoti o'zini qo'lida emas. Birovni qo'lida. Masalan, qulni oling. Qulning ixtiyori uning hojasini qo'lida. Uni tasarrufi ham hojasini qo'lida. Endi bu qul o'zini ishi ustida g'am qilib siqilishligini foydasi yo'q. Chunki nima deb o'ylamasin, baribir hojasini aytgani bo'ladi. Undoq qilaman, bundoq qilaman deb reja tuzaveradi, qulini hojasi sotib yuboradi, bo'ldi. Ko'ring-da. Bu qul nima deb g'am tashvish qilmasin, nimalarni o'ylab fikr qilib yurmasin, farqi yo'q. Chunki ertaga hojasi sotib yuborsa, tamom, bu rejalari hech narsa bo'lmay qoladi. Bundan tashqari, birodar, ertani g'amini qilyapsan, kelajaging haqida xavotir qilyapsan, o'zing bormisan, yo'qmisan, shuni o'ylab ko'r. Kelajak haqida g'am qilib bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Bo'ladi. Siz ta'sir o'tkazadigan ishlarga ajoyib gaplar bor, birodarlar. Bugungi kunini haqqini to'laligicha ado qilgan insongina o'zining kelajagidan yaxshiligini umid qilishi mumkin. Diqqat qilinglar, qaytaraman. Bugungi kunining haqqini to'laligicha ado qilgan insongina o'zining kelajagidan yaxshiligini umid qilishi mumkin. Hech narsa qilmasdan yaxshi bo'lib ketadi bu yoq, Xudo xolasa desa bo'lmaydi. Sen o'zingga bog'liq bo'lgan ilmni ol. Yosh yigit bo'lsang, hunarni ol, mehnat qil. Hunar o'rgatgan ustozingni rozi qil. Ilm o'rgatgan ustozingni rozi qil. Ularning muhabbatini qozon. Sendan sidq dildan rozi bo'lgandan keyin sen kelajakdan yaxshilikni umid qilishga haqqing bor. Astagfirullah. Qul innal amra kulluhu lillah. Ayting, hamma ish Allohga oid. Hamma ish kimning qo'lida? Allohning qo'lida. O'zini qachon o'lishini bilmaydigan odam erta indinni g'ami bilan ovora bo'lmasin. O'zini qachon vafot etishini bilmaydigan odam yo'q narsa bilan o'zini mashg'ul qilishi mumkin emas. Birodar, kelajakdan xavotirga tushma. Qazoga rozi bo'l. Chunki Allohning aytgandan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Bu musulmonning aqidasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida ana shu 50 ta kamonchi tushib ketganligi sababli mag'lubiyatga uchradilar. Musulmonlar mag'lub bo'lishdi. 3 kun o'tib Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, mushriklarni quvib orqasidan chiqinglar. Hamroul Asad degan joyga Rasululloh qo'shini bilan chiqib borib turdilar. Mushriklar yengdik deb xursand bo'lib ketishdi, lekin yarim yil yotganda qarasa, hech narsa qilishmabdi. Rasulullohni qatl qilishmagan, hech qanday g'anima olishmagan, Madinaga bostirib kirishmagan. Endi orqaga qaytamiz deb turgan paytda Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, musulmonlar Hamroul Asadga chiqib borishdi. Aksariyati jarohatlangan. Shunda Alloh tomonidan buyruq keldi, musulmonlar Hamroul Asadga borib turdi. Quraysh mushriklari musulmonlar 3 kunda o'zini to'g'rilab, qo'shin bilan chiqqanligini ko'rib qo'rqishdi. Musulmonlar qaytib ketsa, bular ham ketib borsa, shu maqsadda bir odamni yuborishdi. U yuborgan odami kelib, Payg'ambarimiz Qurayshning ahvoli qanaqa deganida, u Rasulullohni qo'rqitish uchun, musulmonlarni qo'rqitish uchun odamlar ko'payib, katta qo'shin jamlab, yana ustinglarga kelyapti, qo'rqinglar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hasbunallohu va ni'mal vakil dedilar. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil. Unday zotlarga ayrim kimsalar Quraysh odamlari sizlarga qarshi sanoqsiz lashkar to'plagan, qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini ziyoda qildi va bizga yolg'iz Allohning o'zi kifoya. U zot eng yaxshi ishonchli vakildir. Birodarlar, bizning shiorimiz shu. Kelajakdan bizga yoqmaydigan xavotirli, vahimali xabarlar, sharpalar eshitilsa, hasbunallohu va ni'mal vakil deymiz. Bizning hisobimiz Allohning qo'lida, uning o'zi naqadar zo'r vakil. Yana qaytaramiz. Tavrotda aytilgan
Aktsaru ma yukhaf la yakun. Odamlar sodir bo'lishdan qo'rqayotgan narsalarning ko'p qismi bo'lmaydi. Xo'p, vahimali, xavotirli xabarlar keldi. Nima qilish kerak? Undoq bo'larmish, bundoq bo'larmish. Avvalambor birodar shoshilma. Xotirjam bo'l, siqilma. Chunki hozir aytganimizdek, bunaqa vahimalarda ko'pi bo'lmaydi. Olimlardan biri aytgan edi, yozilgan bo'lsa qayoqqa qoching, yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqing. Agar taqdirdagi yozuvni kimdir o'zgartirishga qodir bo'lganida odamlar istashardi shu odamni. Minglagan yillar odamlar qidirib bir kun topishar edi. Xo'p, endi taqdirni o'zgartiradigan birorta odam yo'qmi? Nima deyish kerak unda? Astagfirullah va ufawwidu amri ilalloh innalloha basirun bil ibad. Men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Yodlab olinglar shuni ukalar. Va ufawwidu amri ilalloh. Men o'zim ishimni Allohga topshiraman, albatta Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Shu gapni gapirgan kishi Fir'avn xonadonidan bo'lgan odam edi, iymonini yashirib yurgan edi. Shu kishining so'zi bu. Men ishimni Allohga topshiraman, albatta Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Oyatning davomini qarang. Fawaqahullohu sayyiati ma makaru. Alloh uni boyaga iymonini yashirgan mu'minni ularning yomon makr hilalaridan saqladi. Fir'avnning yaqinlaridan bo'lib turib, iymonini yashirib, Allohga ishimni topshirdim dedi, Fir'avnning yomonligidan Alloh saqladi uni. Kelajak haqida bo'ladigan har xil qalbingga yoqmaydigan gapni eshitganingda, birodar, sen aytkinki, men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Shuning uchun ertangi kunda kelguncha o'zini holiga tashab tur, birodar. Uni xabarlarni so'rab surishtirma. U bilan ovora bo'lmay tur. Chunki sen buguning bilan ovorasan. Hali kelmagan kunni, yo'q kunni g'amini o'zing uchun boshingga kiyib olma. Hali quyoshi ko'tarilmagan kunni g'ami bilan bugungi kunni band qilgan kishining ishi qiziq emasmi? Ikkita narsa insonni bugungi hayotini fasodga uchratadi. O'tmishiga pushaymon yeyishi, kelajakdan xavotir qilishi. Hali kelmagan kunni g'am qilishdan ehtiyot bo'l. Bu mavzu insoniyat yaralgandan beri inson zotini qiziqtirib keladi. Taqdirda nima bo'lishligi, ertaga uni nima kutayotganligini bilishni xohlash. Alloh azza va jalla o'zini huzurida qoldirib qo'ydi 5 ta ilmi. Innalloha indahu ilmus sa'a va yunazzilul g'ayth va yarhamu ma ya'lamu ma fil arham va ma tadri nafsun madha taksibu g'ada va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mana shu 5 ta ilmni Alloh taolo o'zini huzuriga qoldirdi. Na bir muqarrab farishtaga ham, na bir ulug' anbiyoga ham bu narsani bildirmadi. Qazoi qadar. Agar o'sha paytda mana qilganimda, hozir mana bo'lmas edi. O'sha paytda bunday qilganimda, undoq bo'lmas edi. Qazo va qadar. Astagfirullah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allohi yasir. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas. Magar yetsa, biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda bo'lar. Bu Allohga osondir. Ustinglarga nima musibat kelgan bo'lsa, yerga qanaqa musibat kelgan bo'lsa, shu musibat kelmasdan avval taqdirga yozib qo'yilgan. Sizlar buni hech narsa qila olmaysizlar. Hukm aytildi, taqdir bitildi, qalam ko'tarildi, sahifa quridi, tamom, ish bitdi. Bizi ustimizga birodarlar, Alloh taqdirga yozgandan oshchasi ham kelmaydi, kami ham kelmaydi. Mana shu iymoningiz komil bo'ladigan bo'lsa, mana shu e'tiqod qalbingizda mustahkam o'rnashgan bo'lsa, dollar nech pul bo'lishi qiziqtirmaydi. Endi nima bo'larki? Kursga qara. Nima bo'lardi? Allohning aytgani bo'ladi. 70 so'mdan benzin quyib yuribmiz. 70 so'mdan benzin quyib yuribmiz, birodarlar. Yana benzin qimmatlagan sari katta объемli mashinalarni minyapsizlar. Jiblarda qaranglar ko'payganini. Alloh seni shu mashinani minishingni peshinangga yozganmi, o'sha benzinga yarasha pulni ham beradi. Ma'qulmisan?
Qazo va qadar. Qadar degani belgilash degani, taqsimlash degani. Qado degani ana shu belgilangan narsani amalga oshirish degani. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar." Albatta biz har bitta narsani taqdir bilan, o'lchov bilan aniq yozib qo'yganmiz. Qancha nafas olasan, qancha ovqat yeysan, qancha suv ichasan, hamma narsa hal qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana ana shu taqdiri azal bitilishligi haqida aytgan hadisida shunday dedilar: Alloh avval qalamni yaratdi va unga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Alloh taolo qalamga dedi: to qiyomat qoyim bo'lgunicha bo'ladigan hamma narsalarning miqdorlarini yozgin. Fajaral qalamu fi tilka sa'a. Ana shu soatda qalam yozishni boshladi. Qalam yozib bo'lib ishini bitirganidan keyin 50 ming yil o'tib osmonlar va yer yaraldi. Taqdir bitilgan paytda hali osmon ham yo'q edi, yer ham yo'q edi, biz ham yo'q edik. Seni birodar boshingga tushgan narsa adashib boshqa yoqqa ketmaydi. Seni qo'lingga kelgan narsa adashib yana boshqa yoqqa ketmaydi. Ya'ni sen uchun yozib qo'yilgan narsa albatta senga keladi, senga yozilmagan narsa albatta senga kelmaydi. Agar mana shunday ishonch, e'tiqod qalbingda mustahkam o'rnashsa, tub-tubingga mana shu tushuncha o'rnashadigan bo'lsa, hayoting zo'r bo'lib qoladi. Musibatlar sen uchun Allohning hadiyasi bo'lib qoladi. Chunki gunohlaring kafforat bo'ladi u musibat bilan. Mehnatlar rohatga aylanib qoladi. Hodisalar esa mukofotga aylanadi. Inson dunyoda yashar ekan, ustiga yaxshi kun keladi, yomon kun keladi. Bu Allohning taqdiri. Astagfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Albatta sizlarni sinaymiz deyapti Alloh taolo. Xavf va xatar bilan, qo'rquv bilan, ochlik bilan, moliylarga, joniylarga bir talofat yetkazishlik bilan, meva-chevalarni kamaytirishlik bilan imtihon qilamiz. Imtihon uchun keladi shu narsa yozilgan. Shunda allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biror musibat kelganda, yozilgan musibat keldi, peshonasiga yozilgan musibat tushdi ustiga. Shunda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta Allohning huzuriga qaytamiz deydigan sabirlarga xush xabar bering. Mana musibat sizga foyda bo'lib qoladi. Ustingizga kelgan musibat foydangizga aylanadi. Chunki musibat kelganda Allohning taqdiri, Allohga qaytib boramiz, alhamdulillah degan bandaga shu musibatning orqasidan savob bor. O'shuning uchun aytildi, musibatlar senga hadiya bo'lib qoladi deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mo'minning ishi ajoyibdir. Hamma ishi uning foydasiga. Yaxshilik taqdir qilingan bo'lsa, ustiga yaxshilik kelsa, shukr keltiradi, savob oladi. Musibat kelsa, rozi bo'lib sabr qiladi, yana savob oladi. Mo'minning ishi ajablanarli. Ustiga kelgan yaxshilik ham uning foydasi, ustiga kelgan musibat ham uning foydasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Abdulloh ibn Abbosni yosh bola ekan, ulog'iga uchqashtirib olib turib qilayotgan nasihatini ko'ring. 10-12 yashar bolaga Rasulullohning berayotgan ta'limini ko'ring. Ya'ni mana shu yoshda inson dunyoqarashi shakllanadi-da. Siz uyingizda qaysi tushuncha, qaysi tasavvur bilan yashayotgan bo'lsangiz, bolangizda ham shu tasavvur bo'ladi. Rasululloh aytibdilar-ki, "Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat." Ey bola, dedilar Rasululloh, men senga bir necha kalimalarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, u zot seni saqlaydi. Allohning buyruqlarini bajar, Allohning hukmini saqla, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqla, uni qarshingda topasan. Ya'ni bir muammoga kelsang, Alloh ro'baringda bo'ladi, yordam beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, agar ko'mak tilasang, Allohdan tila. Bilginki, butun ummat yig'ilib senga biror zarar yetkazmoqchi bo'lsa, Alloh yozganidan ortiqcha zarar yetkazish olmaydi. Butun ummat yig'ilib senga foyda keltiramiz deysa, Alloh yozganidan ortiqcha foyda keltirish olmaydi. Chunki rufiyatil aqlam va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan.
Olloh yozganicha qiladi. Zararni ham, Olloh yozganicha qiladi, foydani ham. O'shuning uchun mo'min odamda bir narsa va'da qilib ishontirsa xursand bo'lib ketmaydi. Biror narsani aytib qo'rqsa vahimaga tushib ketmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi deydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurib bo'lgan. Yana bir rivoyatda aytadilar Rasululloh: "Va alam annama axtoka lam yakun liyusibka." Bilginki, seni nima chetlab o'tgan bo'lsa, senga tegishi yo'q edi taqdirda. Va senga nima kelgan bo'lsa qo'lingga, shu narsani kelmasligi yo'q edi taqdirda. Peshinangga yozilganmi? Albatta keladi. Peshinangga yozilmaganmi? Kelmaydi. Senga yozilgan narsa xato ketmas. Xato ketdimi, demak u senga emas. Qaytarib beraymi? Senga yozilgan narsa xato ketmas, qo'lingga keladi. Endi xato ketdimi, demak seniki emas-da u. Ma'qulmi? Rasululloh Abu Hurayra roziyallohu anhuga aytdilarki: "Ey Abu Hurayra, qalam sen yo'liqadigan narsalarni yozib, qurib ham bo'ldi." Tamom. Yana aytadilar Rasululloh: "Ihris ala ma yanfauk." Senga foydali bo'lgan narsalarga intilgin. Allohdan yordam so'ragin, ojiz qolmagin. Undoq qilganimda unday bo'lardi, bundoq qilganimda bunday bo'lardi demagin, balki bu bo'lgandan keyin shu ish. Bu Allohning taqdiri, Alloh o'zini xohlaganini qildi deb qo'ygan. Bo'ldi, qalbing xotirjam. Zo'rda buchi. Yutkizdingiz, 5 o'torga yutkizib qo'ydingiz. 10 sekund qolganda gol qo'yib yubordingiz. Bo'lmasam joningizni jabborga olib yugurdingiz, yeldingiz, himoyaga o'tdingiz, hujumga o'tdingiz, hamma sababni qildingiz, yutkizib qo'ydingiz. Bitta gol yetmay qoldi. Endi chiqib olib turib bir-birimiz bilan nima qilmasligimiz kerak? Endi o'sha qazo qadarga iymon keltirgan odam bilan futbol o'ynasang ham mazza qilasan. Demak nima bo'lmagan ekan? Raketga qo'limdan tushib ketdi-da, oyog'im tiyilib siyg'alan. O'sha oyog'ingni siyg'alantirib olgan kim oxirgi udarni qilayotganingda? Alloh. Qo'lingdan nimaga tushib ketdi? Bugun yutkazishing kerak edi. Bo'ldi, rozi bo'l. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Alloh bandasiga taqdir qilgan narsa banda uchun yaxshilikdir." U taqdir sizning nazaringizda yaxshiga o'xshayaptimi, yomonga o'xshayaptimi, farqi yo'q. Sizga shu narsa taqdir qilindimi, shu narsa sizga yaxshi. Misol, Muso va Xizr alayhissalom, ularning qissasiga murojaat qilsak, 12-15 ga kirgan yosh bola o'ynayotdi. Xizr alayhissalom shunday bordi-da, shunday so'yib o'ldirib qo'ydi. Ota-onasi musibat deb bildi. Musibat. Yomon bo'ldi deb o'ylayapti. Yo'q. Bu qissaning nihoyasida Xizr alayhissalom nimaga o'ldirganligini aytdi. Bu Allohning buyrug'i edi. Nima uchun qatl qilindi? Bu bola katta bo'lganida shirkka, kufrga, ma'siyatga kirib ketib, ota-onasini ham kofir bo'lishiga sabab bo'lib qolar edi. Shuning uchun Alloh taolo olib qo'ydi, o'rniga solih farzandni berdi. Tushunyapsizmi? Sizni ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasangiz ham shu holat, desangiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Yaxshi ham o'sha reysga ulgurmaganim, samolyot qo'nmabdi deysiz. Ungacha siqilib, probkada bo'g'ilib, qizilga yurib, shu xullas baqir-chaqir qilib keluvdingiz, ulgurmadingiz. Uchib ketdi samolyot. Moncha puldan qoldim dedingiz, keyin bilsiz samolyot qo'nmabdi. Tahqiq Alloh azza va jalla bir mo'min bandaga musibatni taqdir qiladi, mo'min xafa bo'ladi. Lekin mana shu musibatning orqasida qancha bir yaxshiliklar borligini va qancha yomonliklardan to'silishligini bilmaydi-da. Xizr alayhissalom kemani teshib qo'ydi. Qaytamiz shu qissaga yana. Kemani teshib qo'ydi. Kemani egasi narigi sohilga borguncha bir balo qilib cho'kib ketgudek bo'lib yetib bordi. Kema teshilganida kemachi nima dedi? Yomon bo'ldi. Kemam talofat ko'rdi. Endi chiqim bo'ldi. Mash safarga topgan pulimni nima qilaman? Kemaga sarflayman deb yomon bo'ldi deb turuvdi, asli yaxshi bo'lib chiqdi. Narigi tomondagi, dengizni narigi sohilidagi podshoh kelgan hamma butun kemalarni
shart tortib qo'yatuvdi. Demak, mo'minsan, senga Alloh nimani taqdir qilgan bo'lsa, bilginki bu sen uchun yaxshi. Ko'nglingga yoqadigan ish bo'lsa ham, ko'nglingga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Allohning senga qilgan taqdiri sen uchun yaxshi. Muhammad Ali kim u? 20-asrning eng ulug' sportchisi deyiladi. Shaxsiyati bir kuchli bo'lgan odam. O'zini davrida kuch-quvvatiga to'lgan paytida, o'zini karyerasini cho'qqisiga yetgan paytda nima degan? Men eng buyukman degan. Men eng buyukman dedi. Keyin Alloh taolo bir dard berdi unga. Bilasizlar. Shu odam harakatlanishi qiyin bo'lib qoldi. Qaltirab qoldi qo'llari. Keyinchalik umrining oxiriga borganda gapirishi ham qiyin bo'lib qoldi. O'sha vaqtga kelib turib aytadiki, qarang, 20-asrda eng zo'r sportchisi, juda ham aqlli, xushli, ongli odam bo'lgan. Intervyularni qaranglar-da. Ajoyib bir aql egasi bo'lgan. Islomda qabul qilib musulmon bo'lgan. Ismini o'zgartirgan, o'zi Cassius Clay bo'lgan o'zi ismi. Lekin islomda qabul qilgandan keyin Muhammad Ali deb o'zgartirgan ismini. Shu Muhammad Ali aytadi: "Meni hayotimda sodir bo'lgan hodisalarning eng yaxshisi mana shu kasallik. U chempion bo'lganim, eng zo'r sportchi bo'lganim emas. Shu kasal bo'lganim men uchun eng katta yaxshilik bo'ldi. Agar u kasallik bo'lmaganida men o'zimni men eng buyukman deb o'tib ketar edim. Bu esa shirk edi ekan. Bu esa shirk edi ekan. Alloh meni o'tkazib qo'ydi. Men buyuk emas ekanman." Demak, birodar, o'sha kasal bo'lgan paytda shu musulmon bandasi uchun foydasiga bo'ptimi oqibati? Shuning uchun siz ustingizga kelgan qazo qadarning makruhi, qalbingizga yoqmaydigan narsa ish bo'lgan payt, shunday holat kelgan paytda rozi bo'lib qo'ying. Endi qayoqqa ham borasiz rozi bo'lmay. Rozi bo'lsangiz ajr olasiz, savob olasiz. O'sha kun norozi bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz yana o'sha kun. Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum deydi Alloh taolo. Zotan sizlar o'zingizlar uchun yaxshi bo'lgan narsani yomon ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. O'zingizlarga yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi deyapti. Tushunyapsizlarmi mavzuni, birodarlar? Nima haqida gap ketyapti? Qazoy qadarga rozi bo'lish kerak. Rasululloh aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu." Alloh kimga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni musibatlarga duchor qilib qo'yadi. Chunki ana shu musibatlar uni agar rozi bo'lib, sabr qilib, shukr keltirsa, gunohlarini o'chiradi yoki bo'lmasam darajasi ko'tariladi. Bankrot bo'lding, uyingga o't tushdi, molingni tortib ketishdi. Shunga o'xshagan yoqmaydigan ish keldimi? Demak, yozib qo'yilgan edi ekan. O'zi pulni unga bermasam bo'lardi ekan. O'zi nadyojniy emas edi. Yo'q, nariginga berganda ham ketar edi. O'zi o'sha kuni so'm qilib qo'ymagan ekanman. 107 ga chiqdimi? Ayrim odamlar uxlamadi. Tappati yana 79 so'm 50 tanga tushdi, endi past tushgani. Voy birodar, xotirjam bo'l, xotirjam bo'l. Shu yozilgan ekanda, endi nima qilasan endi? Demak, Allohning ixtiyori shunday bo'ldi. Rozi bo'lsang, ajr bor, gunohlarga kafforat bo'ladi. Shuning uchun beruvchi va oluvchi bo'lgan Alloh taoloning o'zi, ana shu Alloh taolodan rozi bo'lgan, taqdiridan rozi bo'lgan musibat egalariga qilgan sabrlar uchun Allohning rahmati bo'lsin. Qoida: qadarga rozi bo'lgan odam hargiz xarob bo'lmaydi. Shuni ham yozib olinglar qalbingizda bir chekasiga. Allohning taqdiriga, qazosiga rozi bo'lgan odam hech qachon xarob bo'lmaydi. Chunki shu pul yo'q edi, o'sha pulingni yarmi ketdi. 10 yil burun, 20 yil burun yo'q edi shu pul. Yarmini oldi Alloh, yarmini qo'yib qo'ydi-yu. Alloh beruvdi, Alloh oldi deydi-da. Endi o'sha katta pulni yo'qotganlarga haqiqatan Allohning rahmati bo'lsin. Agar sabr qilsa, rozi qilsa. Chunki peshanangga yozganda shuni bo'ladi. Nima qilasan endi? Qayerga borasan endi? Chunki Alloh qilgan ish haqida hech kimga hisobot bermaydi, balki bandalar hisobot beradi. Bilib ol, birodar,
aniq bilginki, birodar, qazo qadarga iymon keltirmas ekansan, hech qachon qalbing xotirjam bo'lmaydi. Qazo qadarga iymon keltirmas ekansan, hech qachon qalbing xotirjam bo'lmaydi. Nafsing orom olmaydi, asablaring tinchimaydi, shaytoniy vasvasalar tugamaydi. Kim aytgani bo'ladi? Kim aytgani bo'ldi? Alloh aytgani bo'ldi. Chunki qalam ko'tarildi, sahifalar quridi. Shuning uchun yiqilib ketishi aniq bo'lib turgan devorni ushlab qolaman deb o'ylama. Sen suvni oqishidan, shamolni esishidan, shishani sinishdan saqlab qolish imkoniyatim bor edi deb o'zingni g'amga tiqma. Chunki sindimi, demak sinish kerak edi. Burning yerga ishg'alansa ham, dod desang ham shunday bo'lish kerak edi, bo'ldi. Qazo albatta amalga oshadi. Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Kim xohlasa iymon keltirsin deyapti Alloh, kim xohlasa bunga kofir bo'lsin. Allohning yeri keng, ammo qazoy qadar kelib qolsa, osmonlar ham torlik qilib qoladi. Allohning yeri keng. Bu yerda musibat bo'layotgan bo'lsa, boshqa joyga borsangiz qutulishingiz mumkin. Bu sabab xolos. Lekin musibatni kelishi taqdiringizga yozgan bo'lsa, osmonlar ham torlik qilib qoladi. Kimda kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning qadariga rozi bo'lsa, tahqiq iymonini qoyim qilibdi va ikkala qo'li bilan ikkala oyog'ini yaxshi amallarga bo'shatib qo'yibdi. G'azab, ohvohlar, shikoyatlar to'lqiniga duchor bo'lmasingdan avval taqdirga rozi bo'l, birodar. Alloh yozgandan oshchasi bo'lmaydi deb ishongin. Afsus nadomatga botib qolmasdan avval qazoni tan ol. Savol: kim xotirjam yashaydi bu dunyoda? Qazoy qadarga taslim bo'lgan va undan rozi bo'lgan odamlar. Bu ham qoida. Kim xotirjam yashar ekan? Taqdirga rozi bo'lgan, qazoy qadarga taslim bo'lgan odam. Sen ustingga senga yoqmaydigan ish kelmasligi uchun nima sabablarni qilish kerak bo'lsa qilding. Hamma hiyla choralarni amalga oshirding. Lekin shunday ham keldimi? Demak, taqdir ekan. Hikmat qachoniki Alloh o'zining amrini, qadarini yuzaga chiqarishni istasa, o'sha vaqtda, o'sha lahzada aql egalarining aqlini olib qo'yadi. Nima degani bu? 30 yildan beri mashina purushlik qiladi birov. Shu ishni piri bo'lib ketgan. Endi bizning tilda yeb qoladigan kuni keldi. Zararga kiradigan kuni keldi. Qarab turib, kuppa-tunzi baxrayib, ko'zi pulangan mashina olib turibdi-da. Bo'lmasam qancha odamlarni shunaqa bir kuyib qolmasligiga sabab bo'lgan, ko'rsatgan, bir qarab ajratadigan odam, lekin o'ziga kelganda kuydi-da. Endi nima deyish kerak? Demak, Alloh taolo bugun kuyishimizni yozgan ekan. Tushunyapsizmi? Bir kun keladida o'zi shu pachaq mashinaga to'g'ri kelib qoladi. Demak, Alloh o'zining qadarini amalga oshirishni xohlagan payt kelganda, aqlli odamlarda aqllarini o'chirib qo'yadi aqlini. Yana qadar kelib qolganda, qazo kelib qolganda, hikmat ko'zini to'sib qo'yadi. Hozir gapda aytadi shagidiga. Do'kondor shagid oldi aytadi. 20 yillik do'konda ishlash tajribasi bor. Shagidga aytadiki, ko'chadan birov bir narsa ko'tarib kelsa, olma deydi. Chunki o'g'irlangan bo'lishi mumkin deydi. Birov bir tuzoq qo'ygan bo'lishi mumkin deydi. Deydi-da, bir kun keladi o'zi shunaqaga tushib qoladi. Chunki Alloh taolo bugun shu ishni amalga oshirishligini, shu ishni ro'yobga chiqishligini xohlagan ekan, tamom. Ko'rib turib, baxrayib turib, qoqilib turaverasiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza va kaza." Agar senga biror narsa yetsa, ya'ni bir musibatga o'xshagan narsa yetsa, agar men undoq qilganimda undoq bo'lar edi, bundoq qilganimda undoq bo'lardi demagin. Buni o'rniga bu bo'lgan ish Allohning qadari, Alloh o'zi xohlagan ishni qildi degin. Albatta, agar so'zi shaytonni amalini ochib yuboradi. Shuning uchun bo'ldimi? Tamom, yo'q bu papkani. Xulosasini ol, tajribasini ol. Bundan keyin senga dars bo'lsin shu ish, lekin andoq-bondoq agar degan gapni gapirma.
Endi qora kalaringga quloq solsang, o'tiraverish kerakmi, peshana yozgan bo'ladi deb deyishadi. Birodar, sen bizni tushunmabsan. Qadarga bo'lgan iymon seni taqdirni kutib uxla demaydi. Qazoy qadarga bo'lgan iymon seni hech narsa qilmasdan o'tirib ol demaydi. Balki o'rningdan turganda taqdiring qanaqa ekanligini kashf qil deydi. Nima degani? Sen xohlayotgan natijaga sabab bo'ladigan ishni qil degani. Modomiki nima kelishini bilmaysanmi, zo'r bo'lishiga shu keladigan narsani hamma sababni qilasan, shundan keyin nima deysan, nima bo'lsa ham taslim bo'lasan. Demak, Alloh shuni xohlagan ekan. Yana bir ajib narsa, futbol o'ynab yutib oldingiz. Bu yoqqa chiqib olib turib, lekin o'zingizni zaslugalarni aytishni boshlaysiz. O'sha yerda vaqtida pas berdimda, o'shuning uchun gol urding. Ko'rdingmi fintni? Bitta zamaq bilan ikkitasini uxlatib, senga berdim, pustoverda gol urding. Inson yutuqqa erishganda men undoq qiluvdim, mundoq qiluvdim deydi. Ammo mag'lubiyatga uchrab qolganda esa taqdir ekan deb sukut qilib turadi. Rosa tushdimi? Yaxshilik bo'lsa men qildim deydi. Agar yomonlik bo'lib qolsa taqdirga to'ngaydi. Shuning uchun birodar, insof qil. Yaxshilik bo'lganda ham nima deb qo'yaver? Taqdir deb qo'yaver. Qarangda, bu darslar siz bilan biz uchun ikkita narsamizni tuzatadi. Nimani tuzatadi? O'lchov tushunchani, tasavvurni, bizning tilda понятияларni o'zgartiradi. Bizga g'arbdan, sharqdan har xil понятиялар kelib, unday qilsang zo'r bo'ladi, bunday qilsang zo'r bo'ladi deb hamma o'zini nimasini o'rgatyapti bizga, ta'limotini. Bizga dinimiz ta'lim bersin. Agar shu tasavvur bilan yashasak, va ishonaverlar, psix bo'lmaymiz. Nervli bo'lmaymiz, sahr bo'lmaymiz, davleni bo'lmaymiz. Shuni o'tkazib yuboramiz. Bo'ldi, ketdi, nima qilamiz endi? Bo'ldi, tugadi. Ol ketmadi. Hada endi yana bir marta. Odamlar psixologlarga borishadi. Nima uchun? Maslahat olish uchun. Hayotga qanday qarash kerak? Ustingizga musibat kelsa qanday unutish kerak? Ularning ta'siridan qutulish uchun nima qilish kerak? O'tmishdagi muammolarni uchun, kelajakdan qo'rqmaslik uchun nima qilish kerak? Endi u psixologlar maslahat beradi. Musulmon odam nima qiladi? Bir musulmon tabibning oldiga bir odam kelib shunga o'xshagan narsani so'radi. Boyaga tabib musulmon edi-da, aytdiki, hayotda sodir bo'ladigan hamma narsaning taqdiri hali ularni Alloh yaratmay turib 50 ming yil avval yozib qo'yilgan. Tamom. Mana psixolog. Ha birodar, taqdiring hali osmon yer yaralmay turib 50 ming yil avval bitib qo'yilgan. Tamom. Shayx Ali Tantaviy rahimahulloh shunday deydi. Odamlar bilan to'ldir avtobus yo'lda ketyapti. Shahardan chiqqan avtobus haydovchisi u yoqqa bu yoqqa qaradida, yo'lda hech kim yo'q. Ozgina yurib turib to'xtadi. Hech kim ko'rinmayapti. Odamlar nimaga to'xtadingiz dedi? Uni oqsoqolda olaylik dedi. Qarashuvda hech kim yo'q. Qaysi oqsoqolda hech kim yo'q desa, hozir qo'lini ko'tarib to'xtanglar, meni olib ketinglar dedi-yu, ana kelyapti dedi. Odamlar ko'rmadimmikin deb turib shunday qaradi, hech kim yo'q. Haydovchiga qarasa, omonatni topshirib qo'yibdi. Demak, shu haydovchini ajali yetib kelgan, ammo avtobusdagilarda ajali yetgani yo'q hali. Alloh taoloning hikmatini ko'ringki, chiroyli qilib to'xtatib, avtobusning rushnoyini torttirib, xotirjam qilib qo'yib turib, jonini oldi. Haydovchining ajali yetgan edi, ammo passajirlarniki emas, chekiga to'xtadi. Alloh taolo aytadi: "Likulli ummatin ajal." Har bir millat, avlod uchun belgilangan ajal bor. Qachon ajallari yetsa, uni biron soat ketga ham so'ra olmaydilar, ilgari ham qila olmaydilar. Xotirjam bo'l birodar. Rizqing bormi? Yashaysan. Faqatgina taqdirdagi narsa bo'ladi. Ko'pi ham emas, ozi ham emas. Xulosa, seni boshingga tushgan narsa tushib bo'ldimi? Tamom. Demak, tushish kerak edi ekan. Seni qo'lingga bir narsa kelmasdan chiqib ketdi. Chiqib ketdimi? Tamom. Demak, qo'lingga kelishi yo'q edi ekan. Agar mana shunday aqida, ishonch, e'tiqod seni qalbingda mustahkam o'rnashsa, seni tub-tubingda mana shu tasavvur, mana shunday tushuncha mahkam o'rnagan bo'lsa, hayotda bo'layotgan hamma musibatlar sen uchun hadiya bo'lib qoladi. Mehnatlar rohatga aylanadi, hodisalar esa mukofot bo'lib qoladi. Agar siz bilan biz jiddiy fikr qiladigan bo'lsak, rostmana o'ylanib ko'radigan bo'lsak,
kalladagi mayda juda g'am tashvishlarni, o'y fikrlarni chekkaga surib turib, rostmana fikr qilib ko'radigan bo'lsak, shukr qilishdan boshqa choramiz yo'qligini ko'ramiz ekan. Fikr qil, so'ngra shukr qil. Fikr qilsang, shukr qilishga yo'l ochiladi. Agar shukr qilsang, senga berilgan ne'matlar ziyoda bo'ladi. Bugun ikkinchi darsimiz. Saodatning ikkinchi sababi o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'tgan narsa o'tdi, ketdi. Insonni bugungi kunini ikkita narsa jahimga aylantiradi. Qaytaraman. Bugungi kuningizni ikkita narsa fasodga uchratadi. Birinchisi o'tmishni eslab, o'tmishga pushaymon yeyish. Ikkinchisi kelajak haqida qo'rqib, kelajak haqida xavotir qilishlik. Inson o'tmishini eslab siqilishi, uni yodga solib g'am qilishi bu g'irt ahmoqlik va tentaklikdir. Bunday qilish irodani o'ldirish degani, naqd bugungi kunni zoya qilish degani. Aqlli insonlar o'tmish papkasini yopadi, qayta ochmaydi. Uni unutishlik zindoniga berkitib tashlaydi. O'tmish ishlarni unutishadi. Uni arqonlar bilan mahkam bog'lab, beparvolik zindoniga uloqtirishadi. Uni ustiga tuproq tortiladi, unga hech qachon nur, yorug'lik yetmaydi. U yerdan hech qachon chiqmaydi, chunki o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'tgan ishlar uchun xafa bo'lish o'sha ishlarni orqaga qaytarib bermaydi, birodarlar. Siqilishlik u ishlar uchun uni tuzatib qo'ymaydi. G'am qilish uni isloh qilib bermaydi. Eslab qayg'urish bo'lsa, ularni tiriltirib bermaydi. Chunki endi u yo'q. Chunki o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'sh paytda gugurt olib qo'yganimda deydi. Qara deydi. O'sh paytda deydi, moncha zayimim bor edi deydi. O'sh paytda gugurt olib qo'yganimda mana bunchaga ko'payardi ekan pulim. Endi o'tdi, ketdi, tamom. Musulmon odam uni ustiga unga yoqmaydigan biror bir hodisa, kor hol kelsa, musibat ustiga tushsa, bo'ldi endi, ish bitdi. Nima deydi? Qaddarallohu ma sha thumma fa'ala. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qildi va shuni amalga oshirdi. Demak, shunday bo'lish kerak ekan, shunday bo'ldi. Endi qabul qilamiz, rozi bo'lamiz, ajr olamiz. Chunki o'tgan ish o'tdi, ketdi. Birodar, sen ustingda o'tayotgan, sen kechirayotgan har bir kuning Allohning senga bergan hadiyasi, in'omi. Bu naq kuningni o'tmish haqidagi pushaymon va kelajak haqidagi xavotirlar bilan zoya qilmagin. O'tmishni yomon xotiralar ostida yashashlik bu aqldan emas. Yo'qlik soyabonida tayda qolishlik aqldan emas. O'tmish sharpalaridan o'zimizni qutqarishimiz kerak. O'tdi, ketdi. Nima? Sen birodar daryoni orqasiga qarab oqishini xohlaysanmi? Yoki quyoshni mashriqqa qaytib botishligini xohlaysanmi? Yoki yomg'ir tomchisini osmonga qaytib chiqib ketishini xohlaysanmi? Yoki ko'z yoshini qaytib ko'zga kirishini-yu, sutni ana shu sigirning yeliniga qaytishni xohlaysanmi? Sen o'tmishni eslab o'zingni g'amga, qayg'uga solayotganliging o'ta achinarli va qo'rqinchli holat. Chunki o'tmish bilan ovora bo'lsang, bugungi naq kuningni zoya qilib qo'yasan. O'tmish daftarini ochib, o'tirib olib o'qish, bugungi kunni zoya qilish. Kuch-quvvatni yo'q qilish u omonatga berilgan soatlarni behuda o'tkazishlik. Alloh azza va jalla o'tgan ummatlar haqida nima dedi? Astagfirullah. Tilka ummatun qad xolat laha ma kasabat va lakum ma iktasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun. Alloh azza va jalla Qur'onda avval o'tgan ummatlarni zikr qilib aytdiki, ular o'tib ketgan kishilardir. O'tib ketgan ummatlardir. Ularning qilgan amallari o'zlari uchun. Sizlar amalinglar o'zinglar uchun. Va sizlar ular qilgan ishlardan mas'ul bo'lmaysizlar. Birodarlar, o'tgan kun o'tdi, ketdi. Tarixni g'ildiragini orqaga qaytarishlikni, orqaga aylantirishlikni keragi yo'q, iloji ham yo'q. Zamonning o'lib bo'lgan jussasini qabrini ochib, tiriltirishga urinma. O'tmishini eslab, uni takror g'am qilayotgan kishi xuddi unni yana qaytadan tegirmonga solayotgan odamga o'xshaydi. O'tmishni eslab, uni g'am qilayotgan odam xuddi to'ponni yana aralamoqchi bo'layotgan odamga o'xshaydi.
Eshakka aytilar ekan, nimaga kavshanmaysan? Yolg'onni yomon ko'raman der ekan. Ya'ni chaynalib, yutib bo'lgan narsani qaytadan olib kelib yana chaynashning nima keragi bor? Musibatimiz nimada, birodarlar? Bugungi kunimizni isloh qilishlikni uddalay olmaganligimiz uchun o'tmishimiz bilan ovora bo'lib, o'tmishni gapirib o'tiramiz. 10 soat gapiring, 20 soat gapiring, o'tmishni gapirganligingiz sizga hech qanday foyda bermaydi. Ha, birodarlar, o'tmishni undan ibrat olishlik uchun, undan o'zimizga va'z nasihat olishlik uchun eslab qo'yishligimiz joiz. Ammo o'tmish bilan yashab bo'lmaydi-da. Bugungi kunimizdagi kamchiliklarni chiroyli suratda bir chekkaga surib qo'yib turib, o'tmishimizning vayronalari bilan ovoramiz. O'tmish kimning ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bas bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Chiroyli gap ekanmi? O'tmish kimni ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Faqat o'tmishini g'ami bilan, o'tmishini eslab siqilib o'tirgan odam kelajakka bir qadam qo'ya olmaydi degani. Ma'qulmi? Shunaqa odamlar bor albatta oramizda. Shikoyat qilaveradi. Menga anaqa qilib bermagansizlar o'shunda, menga mana qilib bergansizlar o'sha paytda. Ha, bo'ldi, endi o'tib ketdi, gapiraverasan bu narsani. Yana o'tmish haqida yana bir ajib gap. Kim o'tmishga qaytaveradi? Kim o'tmishni eslayveradi? Bugungi kunida quvonchni topmagan inson o'tmishiga takror qaytaveradi. Bugungi kunida yaxshilikni topa olmayaptimi? Bugungi yashayotgan kunda xayriyatni ko'ra olmayaptimi? Xayriyati yo'qmi? Shu odam o'tmishni eslayveradi. Ma'qulmi? Avvallari yaxshi edi. Shakar 78 tiyin edi. Gugut 1 tiyin edi. Hech kim bekor emas edi. Hammani oyligi bor edi. Hozirchi? Hozir nima? Hamma bekarchimi? Birodar, bugungi kuningni qarada, sen mana shu sovet davrini eslayotgan bo'lsang, u paytda masjidlar bunaqa emas edi. Hajga umraganda, xohlagan paytda borganda bora olmas edi. Nikoh o'qigani, janoza o'qigani, Qur'on o'qib, pato o'qibgani odam topilmas edi. Bugungi kuningdagi yaxshiliklarni qaraginda, avvalgi davridagi yaxshilikdan ko'ra ko'proq narsa bor. Demak, bugungi kunida xursandchilikni, quvonchni topa olmagan inson o'tmishiga qaytaverar ekan. Siz o'zingizdan so'rang-da. Siz qaysi toifadansiz? Insu jin avvalgi oxiri hammasi yig'ilib jamlansa ham o'tmishni ortga qaytara olmaydi. Bu amri mahol ish. Bu ayni haqiqat. Chunki odamlar, birodarlar, orqaga yurmaydi, oldiga yuradi. Shamol oldiga esadi. Suv orqaga qarab oqmaydi. Karvon oldinga qarab yuradi. Bu Alloh taoloning bu borliqqa qo'ygan sunnati. Hayotni sunnatiga birodar teskari yurma, oldinga qarab yur. Mashinada ketayotganda ham odam laboyga qarab ketadi, yo orqaga qarab yuradimi? Hadeb orqaga o'giravergan odam yurib ketar ekan, qoqilib yiqilib ketishi xavfi bor. Agar o'tmishing seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa, demak u hali sen uchun o'tib tugamabdi. Agar o'tmish seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa, demak o'tmish sen uchun tugamabdi. O'tmishni doim eslab o'zing bilan birga olib yurishlik sen uchun og'ir yuk hisoblanadi. Ya'ni ikkala qo'ling ham o'sha bilan band. Endi bugungi kun uchun o'tmishni tashlasang, yuking yengil bo'ladi va ikkala qo'ling kelajak uchun, bugungi kun uchun bo'shaydi. Ha, birodarlar, bir yo'li unutib olishlik, esdan chiqarib olishlik degani emas bu. Chunki o'tmishini unutganlar yana shu o'tmishga takror kirib qolishlari ehtimoli bor. Hayotida qilib o'tgan xatolarni bir eslab tursa, kelajakda shu xatolarni qilmaslikka imkon bo'ladi. Ammo umuman eslamay qo'ysa, o'sha takrorlab qolishi mumkin xatolarini, eski xatolarini. Faqat o'tgan ishlardan ibrat olinadi, xulosalar olinadi, tajriba orttiriladi, tamom. O'tmish bilan yashalmaydi. Chunki o'tmish o'tdi, ketdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.